Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Xorazm viloyati Yangariq tumani Ulug'bek mahallasining 686-sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi 568 metr, bo'yiga 177 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqib, barg yozish holatida. Ekinlarni yetishtirish 125 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Turli xil zararkunanda hasharotlarga qarshi kimyoviy ishlovlar berib boriladi. Ushbu loyihaga 19 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 52 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Abbosbek Agro hamkor ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.